Noyob topilmalar kanalida Range Rover Sportda 45 ming mil yurgan. 45 ming mil, tasavvur qilyapsizmi? Yengidek mashina yetmaganiga Arden Tuning tomonidan tuning qilingan. Shunchaki diska bu joylarini bo'yab qo'yishmagan. Ofitsialniy Arden tuning qilgan. Bu mashinadan o'zi shaharda ikkita edi. Nasib qilib mana ikkinchisini ham o'zimiz sotyapmiz. Mashinani videoga qarab bitta baho berib qo'ying. 5 litrli super charger motor bilan jihozlangan. Radnoy motori, radnoy kuzovi, radnoy dokumenti 2011-yil ishlab chiqarilgan. Holatlarini ko'rib borib, maza qilaman deb o'tgan safar qo'yilgan payt esingizdami? Ulgura olmay qoluvdingiz. Mana yana sizga vaziyat. Mana qarang. Diskalarigacha даже Arden Tuning tomonidan mana bu diskalar ham oldingi safar esingizda bormi? Xuddi shunaqa diskalar turaverdi. Keyin yaxshilab ahamiyat bering. Rolls-Royce'larda bor, palasasi bo'ladi-yu. Xuddi shunaqa Arden Tuningning palasasi ham turibdi. Ruchkalari, hamma joylari karbon detallar deydimi? Xullas ko'zingiz bilan kelib ko'rsangiz, sizga to'shni yoqadi. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Salon holatlari ham hamma joylari mativi bo'lib turibdi. Hech qanaqa aybi, nuqsoni yo'q deb aytibdilar egalari. Harman Kardon akustikasi bilan jihozlangan. Keyin mashinaga mana shu yaqinda где-то 15 ming plus minus rasxod qilinibdi. Nima rasxod deb o'ylashingiz mumkin? Kalotkalaridan tortib, oporniy diskalari, moy-poy hamma xarajatlari qilingan. Bu yog'ini egalariga telefon qilsanglar, yana ham tushuntirib berishadi. Mashinaning narxi nech pul deb o'ylaysiz? Narxini aytishimdan oldin Telegram kanal ochganmiz. Telegram kanaliga ham o'tib olinglar. Har xil mashinalar birinchi bo'lib Telegram kanaliga tashab borilyapti. Oka, mana shuni sotilib ketadi-yu. Ishoning, boshqa bunaqasini topa olmaysiz. Sizda hozirgi kunda ishlab chiqarilayotgan eng oxirgi rusumdagi Range Rover bo'lishi mumkin, lekin 45 ming mil yurgan Range Rover Sport menimcha bo'lmasa kerak. Narxi bilan qo'yamiz. Narxi 37 ming dollar. Egalariga telefon qilib, kelib, ko'rib, tekshirib xarid qilsanglar bo'ladi. Noyob topilmalar kanaliga xush kelibsizlar.